Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'lommisizlar? O'sha kuni biz saytlarimizga video qo'ygan edik. Biznesimiz haqida, korporatsiyamiz haqida juda ham ko'p savollar bilan murojaat qilishdi. Qanday boshlash mumkin bu biznesda? Qancha sarmoya kiritirish mumkin? Nima qilish kerak bu uchun? Qayerdan ishlash kerak? Juda ko'p savollar bo'ldi. Imkon qadar javob berishga harakat qildik, lekin hammaga javob berishga imkonimiz bo'lmadi, azizlar. Sizlar uchun hozir yana bir imkoniyat. 14-dekabr kuni bizani sponsorlarimiz tomonidan bir kun atiga tekin hozir бесплатно обучение bo'lyapti. Gamma Delta gostinitsasi bu Partizanskiy metroda soat 12:30 da boshlanadi. Mana bu siz uchun imkoniyat. Kompaniya haqida, biznes haqida juda ham ko'p ma'lumotlarni olasiz. Mana shu kuni bizning sponsorlarimiz, direktorlarimiz o'zlarining qimmatli vaqtlarini bizga bag'ishlab, biznes haqida ko'proq ma'lumot sizlarga berishga harakat qilishadi. Azizlar, mana shu kun siz uchun eng foydali kun bo'lib qoladi. Shu uchun agar vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, oldinroq kuningizda rejalashtirib biz bilan birga bo'ling. O'sha kuni hamma savollaringizga javob topishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, o'zlarining xabarlaring bor. Mana Sadaf kompaniyasi 7 yildirki o'zimizda Rossiyada yurgan musofirlarimizni mana shunaqa ishga joylashtirish bilan shug'ullanishgan. Dachalarda ishlarga joylashtirdik, yana boshqa sohalarda ham joylashtirdik, lekin hozir parallelni ish olib borganimiz uchun biroz vaqtimiz kam qolyapti o'zimizda asosiy ishimizga. Taklif qilardim. Albatta bu narsani juda ham xohlab qolardim. Rossiyaga keladigan insonlar o'zimizda kuchimizni, vaqtimizni, sog'lig'imizni arzimagan pulga, arzimagan oylikka bag'ishlamay mana shunaqa bizneslarga kirib, o'zimizda moliyaviy ahvolimizni yaxshilab olsak, bu albatta biza oldinga qo'ygan maqsadimizga tezroq erishamiz, azizlar. Allohga shukr, mana boshlaganimiz hech qancha vaqt bo'lmas turib, juda ham hozir komandamiz kengaydi. Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston ayollari va erkaklari hozir bizani komandamizga, korporatsiyaga qo'shilib, komandaga birdam, birjon bo'lib ishlayapmiz, o'qiyapmiz, birgalikda harakat qilyapmiz. Agar siz ham bizni biznesimizga qo'shilib, katta daromadlarga kirishni xohlasangiz, albatta keling o'sha kuni 14-dekabr kuni soat 12:30 da metro Partizanskiy Gamma Delta gostinitsasida siz uchun foydali kun bo'ladi va qaror qabul qilish uchun sizga yana bir imkoniyat bo'ladi, azizlarim. Albatta o'sha kuni siz bilan birga uchrashamiz, gaplashamiz va oldinga qo'ygan planlarimizni tuzib olamiz, azizlar.